Assalomu alaykum, Ilon baliq Toshkent kanali obunachilari hamda ilon baliqqa qiziqib daromad qilaman degan aka-ukalarimiz diqqatiga. Xudo xolasa mana lichinkalarimiz sotuvga tayyor bo'ldi. Mana endi o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Mana insonning qo'li misol deylik eniga necha bo'ladi mana ko'ringlar mana. Shu kaftimi enlab turibdi. Xudo xolasa ushbu ilon baliqlarimiz sog'lom. Endi hozir sortirovka jarayoni ketyapti. Xudo xolasa endi mana ko'ldan sekin-sekin tutib alohida ajratyapmiz. Bizni kuzatishda davom etib tursanglar, hammasini bir xil qilib sortirovka qilib bo'lganimizdan keyin buni narxlarini chiqaramiz. Xudo xolasa mana 6-7 sm oralig'ida. Endi kattalari ham bor. Endi xudo xolasa kattalarini ham hammasini sortirovka qilganimizdan keyin yana bitta videosini qilamiz. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa pastda nomer qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa xalqimizga manfaatli bo'ladigan bir obzorlarni, ya'ni videolarni chiqarib boramiz. Xudo xolasa akalar, bu ilon balig'i boqinglar, juda ham bir yaxshi narsa. Buni xudo xolasa katta qilib yetishtiradigan bo'lsanglar, juda ham bir go'shti mazali bo'ladi. Suyaksiz bo'ladi, ya'ni qiltiriqsiz bo'ladi. Yosh bolalarga ham bersangiz bo'laveradi. Bemalol. Xullas, afrikanskiy baliqlari endi yaxshi, u ham afrikanskiy laqalar ham. Lekin uni xarajati katta bo'ladi boqishlik va bozorga olib borganingizda narxlari juda ham past. Ushbu ilon baliqlarimizni hozirgi kunda bozorda o'rtacha narxi 60 ming atrofida sotilyapti kilosi. Xudo xolasa mana hozir bugungi chislo adashmasam 25-iyun bo'ladigan bo'lsa, agar chisloda adashgan bo'lsam, ozgina aytib buyurmaysizlar. Mana shunaqasini oladigan bo'lsanglar, noyabr oyigacha xudo xolasa oldi 1 kilo bo'ladi. 1 kilodan o'tadi xudo xolasa. Aksariyatda 5-600 gram bo'ladi akalar. Xudo xolasa 1-2 kunda sortirovka qilib videolarini qilaman, alohida joyga olib qo'yib va narx-navolarni ham xudo xolasa qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa boya aytgandek manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilon baliq boqishni niyat qilgan aka-ukalarimiz bo'lsa, xudo xolasa murojaat qilaverasizlar. Kuninglar xayrli o'tsin.